Bay bay. Nereye geldik bu Suhrab? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ruslan. Jalımızı? Biz bugün Çalış'a geldik. Çalış'ta Flormos'ta joylashgan joyimiz bor. Bu yon tarafa geçsek daryo bo'yi 150 metr yursak daryomuz bor. Bu yonimizda Pitakon joylashgan, Çalış Pitak deb aytiladi. O'ng tarafa geçsek Urganchga ketamiz. Yo'l ustida joylashgan, bu yerda namozimiz keladi. Ish ko'chamizga girsak 300-400 metr yursak 600 kvadratli joyimizga yetib boramiz. Yangi joyini ko'rsangiz Ruslan voобще dahshat. Narxi yomonmi? Narxi dim bomba narxda. Hem arzon, hem sifatli, hem zo'r joy. Место ham zakonniy. Ketib kelsak ko'ramiz. Ket, birgalikda tanishamiz. Do'stlar, xudo xolsa bittam keldik. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum Ruslan. Yana bu joyimizga keladigan bo'lsak 600 kvadratli nominal joyimiz bo'ladi. Bu zo'r месtoda joylashgan. Bu yon tarafimizda yana Amudaryo kanalimiz bor. 100-150 metr yursak, xalasana ichki qisqa vaqtda baliqqa borib baliq tutishi mumkin. Mol boqamandas ham oldinda otizlari bor, bog'i bor kattagina, orqasida. Yana o'tlari bor, o'tdan o'rib mol bemalol boqish. Muammo yo'q ish o'tda. Doğru mu? Muammo yo'q вообще. Her taraflama. 600 mu bu? 600 kvadratli joyimiz bu. 20-30 bo'ladi unda. Eni 20, o'zingni 30. 30. Novlari bor ekan bu yerda. Bu yerda yana uyimizni sal fasadi ko'naraq, bu yerni sal fon bersa cho'tki место bo'ladi, zo'r joy bo'ladi. Bu yerda gazon месtolarimiz bor, stechkalar atilgan, bunda yuqorida kameralari bor, projektorlari qo'yilgan, zo'r место, zo'r sharoiti bor. Bo'ladi. Siz ichini ko'rsatamiz. Ichini ko'rsatsak. Garaj ham bor ekan ichida, darvoza ham qo'yilgan. Garaj katta. Bu yerga garajimizga 3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bunda ketlari bor, kameralarni bu yana ichini qarab turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Konditsionerlarimiz bor, konditsionerlar qoladi. Yaxshi. Bu yerning bir minus tarafi bor, gaz yo'q deydilar. Gaz yo'q bo'lsam, gaz ekranda plus tarafi bor. Katyol ekkanmiz, Rossiyadan kelgan. Hali bida yo'q uning katyol. Bu katyolni ko'rsatib o'tamiz video davomida. Qani bog'ni ko'rik qani? Bog'am katta ekan a? Bog'i, katta razmerda tushgan. Biz yana bu yer xarajatlarni shu yerga ekib, ro'zg'orni qo'lini ta'minlaydi. Bunday xarajatdan pomidor bodringdan, kartoshka piyozdan hech qanday muammo yo'q. Suv ham turibdi ekan bu yerda, vodoprovod. Suv polniy vodoprovod bor bu yerda. Bu chap tarafimizda yana hojatxonasi joylashgan, letniy ishlab turibdi. Barabanimiz shu yerda qoladi. Internet, svязimiz hamma narsasi bor bu yerda. Tushunarli. Yana do'stlar bog'i bu. Qani katyolxonani ko'rik qani? Katyol bu yerda yo'q hali O'zbekistonda, bu Yo'q. Rossiyadan kelgan avval. Bu yana 1,5 million so'mlik ko'mir bilan qishni bir sezonni chiqaradi bu. Buni odam qaramak ham kerakmaydi. Ligirovkasi o'zida. Dalinasi ko'tarilib ketadigan bo'lsa, o'zi avtomatik tasaltiradi. Qarab turish shart emas buni. Aqlli katyollar. Umniy katyol bu. Ko'mirni tashlab berasiz, o'zini o'zi qizdirib turaveradi bir xil temperaturada. Cooper ekan, rossiyskiy. Firmasi Cooper firma. 8 million bu. Belada yo'q. O'zbekistonda yo'q bu xarid. Tushunarli. Katyolxonasi alohida отдельный. Katyolxonasi отдельный joylashgan. Bu yonimizda xonadon. Ikkita ishlar qo'yilgan bu yerda, Bu yerda damir eshiklarimiz bor. Bunda yana aqua eshiklar ham qo'yilgan, bir eshikimiz, ikki eshik qo'yilgan avval. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu girish qismimizda Ruslana svetochka samoboda, svetochka ham 12 soat tok bilan ta'minlab beradigan apparatimiz bor bu yerda. Tokimiz вообще gap yo'q. 24 soat ishlaydi tokimiz, o'chgan taqdirda. Bu yonimizda yana girish qismimizda raknalari bor, issiq sovuq suvlari ishlaydi, darinlanish cho'tki. Bu tarafimizga kelsak, uголокlarimiz bor. Uголокlar qoladi bu. Qoladigan narsasi shu. Konditsioner ham qoladi bunda. Konditsioner ham ishlab turibdi, qoladi bu narsasi konditsioneri. Bo'ladi. Patologlarni ko'rsangiz, patologlari ishlangan. Yevroremontda Sveteniklari bilan. Sveteniklari bilan va. Razmeri nechaga men? Davom. Bu yerning razmeri 520 ga 440. 20 kvadratdan 20 kvadratdan ziyod ber. Eshiklar yana zamonaviy eshiklardan qo'yilgan. Chap tomonda joylashgan. Chap tomonda kuxnimiz joylashgan. Bu yerda kuxnimizda qoladigan narsalar, kuxni mebellar qoladi, gaz plita qoladi, kir mashin bilan xolodilnikimiz ketadi. Tushunarli. Registrlar qo'yilgan bu yerda? Registrlar ishlab turibdi. Aqua plastiklar ham yo'q. Aqualar yana ishlaydi. Hisob. Reshotalar qo'yilgan. Razmeri nechaga bu yerni? Bu yerning razmeriga keladigan bo'lsak, 384. Tushunarli. Davom qildiramiz. Bu yana kiradi to'g'ri xonamizga kirsak, bu yer zal. Zalimizda yana patologlar ham remont bo'lgan. Bu yer ham figura berilgan, remont cho'tki. Poltada teyimiz ha? Pollarimiz taxtadan, hamma xonaniki, aynalarimiz yana reshotka qo'yilgan.
Bağa qarab turib to'shidi, ha? Stoli, bu yan tarafı balkoni bor. Bu yanni skalat etib qo'ysam bo'ladi. Anladım. Qalasa ochib berib, bu yerni kuxnya etsam bo'ladi. Kengaytirsam bo'ladi. Kengaytirsam, balkon etsam bo'ladi. Bu yerda yana otoplanasi qo'yilgan, otoplanasi. Registrlar. Registrlar. Razmeri necha ekan bu yerni? Bu yerni razmeriga keladigan bo'lsak, 550 ga 5. Tushunarli. 25 kvadrat bu yer. Bu yerdan chiqib, o'ngga kiradigan bo'lsak, bu yerimizda, girishimizda yana 3 tane spalnimiz bor, bir tane sanuzel bor. Sanuzel bilan tanishtiradigan bo'lsak, yana hojatxonasi, sanuzeli bir joyda joylashgan. Birlashgan. To'g'ri. Bu yerimiz ham yana sularimizni gaz turibdi, suv, sovuq suv hammasi bor, hojatxonasi ishlaydi, dushi ishlaydi, registrlar qo'yilgan, tok montajlari, patologlari полный четкий состоянияda. Расход yo'q. Yo'q, расход yo'q. Tushunarli. Spalnimiz keladigan bo'lsak, birinchi spalnisi bu yerda hamma narsa ketadi, polimiz taxta pol, oynalarimiz yana plastiklardan bo'lgan. Rezo'tchalar qo'yilgan. Bu ko'cha tomonidan qaralgan oynamiz. Birinchi oyna. Registrlar qo'yilgan. Bu yerda razmeriga keladigan bo'lsak, 380 ga 410. Bo'ladi. Remontlari akkuratniy. Keyin xonamiz deski o'xshaydi bu yer. Xonamiz, deski spalni. Deski xonamiz, bu yerdan oynalari oynadan, rezo'tchalar qo'yilgan bemalol. Yosh bolalar xonasi ham cho'tki. Razmeri necha ekan bu yerni? Bu yerda razmeri 340 ga 410. Yaxshi. Ishlar ham MDF eshiklar ekan, ha? Eshiklari original eshiklardan qo'yilgan, prostoy eshiklar emas. Balki xonamiz ham spalnimiz ham shunday eshiklari cho'tki eshiklardan qo'yilgan, zakasnoy. Yernovo, spalnimi? 3-xonamiz spalni. Katta spalni esa xolasa zalatsam bo'ladi. Razmeri necha ekan bu yerni Suhrab? Bu yerning razmeri 550 ga 350. Misol 15 kvadratdan ziyod. Bu xonamiz ham yana resotchalar bilan qoplangan, oynamiz, registrlar qo'yilgan, taxta polimiz bor yana. Bu yer ham korobka holatida topshiriladi, remontlarini ko'rsatsangiz Ruslan'a. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Shundan bir qator asfalt aytib kerak, ha? Sal fon berilishi kerak bo'lgan. No 3 tane spalni bir zalmi? 3 tane spalni, bir tane zal, bir dalan. Dalani bor. Общий kvadrat 600 mi? Общий kvadrat yer maydoni 600 kvadrat. Narxi necha so'm? Narxini keladigan bo'lsak, Ruslan'a 460 deb turibmiz, kelishamiz. Variantlar bormi? Variantlar yo'q, Faqat narx. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz do'stlar. Mulk egasini qo'yamiz. O'rtada joy purish posrednik yo'q. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.